Assalomu alaykum, hurmatli Hovuzak mahallasi fuqarolari. Bugungi uchrashuvimizdan maqsad shu Hovuzak mahallasiga bugun shu tadbirkorlar hamda fuqarolar bilan uchrashuv bor ekan. Shu kredit masalalari bo'yicha shu 2026-yilda Mikrokredit bankidan berilayotgan kredit turlari haqida sizlarga bir batafsil ma'lumot bermoqchimiz. 2026-yilda bankimizda jismoniy hamda yuridik shaxslar yakka tartibda tadbirkorlarga imtiyozli qo'llab-quvvatlash bo'yicha kredit mablag'lari ajratilmoqda. Prezident qarori 312-sonli qarori bo'yicha yuridik hamda yakka tartibda tadbirkorlarga 100 million so'mgacha imtiyozli kreditlayapmiz. Jismoniy shaxslarga 5 million so'mgacha sug'urta asosida kredit mablag'lari ajratyapmiz. 50 million so'mgacha uchinchi shaxs kafilligi asosida kredit mablag'lari ajratmoqda. Shu Hovuzak mahallasidan yoshlar dasturlari bo'yicha ham kreditlar ajratilmoqda. Kimda agar kreditga talabi bo'lsa, shu o'zimizni shu Hovuzak mahallasiga biriktirilgan mahalla agentligi yoki banklarga murojaat qilishlari mumkin kredit olish masalasida.